hech qachon amal maqbul bo'lmaydi, magar ixlos sifati bilangina maqbul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo amalni qabul qilmaydi, magar ikkita sifatga ega bo'lgan amalni qabul qiladi. Bu qabul bo'lishligi birinchi ixlos, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rizosigina maqsad qilingan bo'lishligi kerak va shariatga muvofiq, kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligi kerak. Demak, ibodat Allohning o'ziga bo'lishligi kerak va hamda Alloh buyurgan suratda bo'lishligi kerak. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amalus solih. Allohning huzuriga kalimut tayyib wal amalus solih, ya'ni pokiza amalgina, faqat eng ixlos bilan bo'lgan amal va shariatga muvofiq bo'lgan amalgina ko'tariladi. Biz shundan o'zimizga xulosa chiqarib olishimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari shu bizning xulosamizni dalolat qiladi. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Qalu ya Rasululloh va la anta. Wala ana illa an yataghammadani Allohu bi rahmatihi. Jannatga hech kim amali bilan kira olmaydi dedilar. Ya'ni amal bunchalik katta amal qila olmaydiki, u jannatda beriladigan mukofotga loyiq bo'ladigan amalni qila olmaydi kishi. Shunda ashoblar so'rashdilarki, "Ya Rasululloh, sizni amalingiz ham jannatga kirishlikka, sizni olib kirishlikka yetarli bo'lmaydimi?" deganlarda, "Meni amalim ham jannatga olib kira olmaydi" dedilar. Magar Alloh o'zining rahmati bilan burkagandagina, o'ragandagina jannatga Allohning fazli bilan kiraman. Chunki Alloh ulug'iyat sifati, banda ubudiyat sifati. Qul hojasini, buyrug'ini qiladi. Undan mukofot olishlik uchun qilmaydi. Dunyoning qullari shunday birodarlar. Qul masalan o'zining hojat sayyidini, buyrug'ini o'ylamasdan, fikrlamasdan qiladi. Undan bir mukofotni umid qilmaydi. Mukofotni umid qilmasdan qul o'zini buyrug'ini bajarayotgan bo'lib qoladi. Uning hikmati haqida ham boshi yurgizmaydi, fikr yurgizmaydi. Hojam buyurdi, qildim deydi. Mukofotni talab ham qilmaydi. Demak, inson ham Alloh subhanahu va taoloning quli, Alloh uning hojati, haqiqiy hojati Alloh tarafidan bo'lgan buyruqni, Allohning buyrug'ini bajarayotgan bo'lib qilmoqlik kerak. Va Allohning buyrug'ini bajarayotgan bo'lgandagi ixlos vujudga keladi, buyurgandek bajarishlik bilan kitob va sunnatga muvofiq bo'ladi. Ana Alloh subhanahu va taolo endi buni jannat bilan mukofotlashligi unga marhamatan, fazlan uni mukofotlaydi. Uning qilgan amali Alloh tarafidan beriladigan jannatga loyiq bo'lmaydi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan biz mukofotga sazovor bo'lamiz nima bilan? Ixlos bilan birodarlar. Ana bu ixlos butun amallarning asosi, dinning negizi va mag'zidir. Agar ixlos sifati topilmasa, bu qilinayotgan amallar hammasi mana shu dunyoning o'zida qoladi birodarlar. Shuning uchun hozirgi birinchi darsimizning ham dinimizning mag'zi bo'lgan ixlosdan boshladikki, agar biz mana shu g'ishtni, bu darsimizning imoratiga shu g'ishtni to'g'ri qo'yib olsak, har bir amalni shu ixlos asosiga qilib olganimizdagina, biz amalimiz maqbul bo'ladigan maydonga chiqamiz. Bo'lmasam bizning kechasi turib ibodat qilganlarimiz agar Alloh rizosi uchun bo'lmasa, qilib yurgan yaxshiliklarimiz Alloh rizosi uchun bo'lmasa, bir ixlos bilan bir marta oddiy amalni qilgan odam bizdan afzal bo'ladi. Shuning uchun banda o'zining har bir qilgan harakatini Alloh subhanahu va taoloning rizosini uchun qilmoqlik kerak. Men deydilar, tobiinlardan bittalari ashab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 70 kishini ko'rdimki, bularni barobariga biror bir kishini teng qilib bo'lmaydigan katta sahobalardan 70 kishini ko'rdimki, kechasi va kunduzi ichi bilan tashini bir xil qilishlikka harakat qilishardilarki, munofiqlikdan qo'rqib. Hattoki mana ko'p darslarimizda bayon qilganmiz, Huzayfa ibn al-Yamani radhiyallohu anhu dan
bu kishini mana hammamiz bilamiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sirlari deb yod qilinadi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sirlarini bu kishiga aytar ekanlar. Bu kishida bir Alloh bergan qobiliyat bor ekanki, hech bir bu so'zni birovga aytmas ekanlar. Ba'zi sahobalar so'rashar ekanlar shu kishidan. Hattoki Huzayfatul Yamoni bir janozaga bormasalar, ba'zi sahobalar shu kishiga qarab borishar ekanlar. Bu kishi bormaganliklari, uzrsiz bormagan bo'lsalar, munofiq bo'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganliklari buni munofiqligini, shuning uchun bormas ekanlar. Umar ibn Xattob ko'proq shu haqda ko'p o'ylar ekanlar. Hattoki shu zot ham nifoqdan qo'rqar ekanlarki, "Ya Huzayfa" dedilar. Allohga qasam ichib so'raymanki, hal addani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minal munafiqin degan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni munofiqlardan sanaganmilar yo'qmi? Allohga qasam ichib aytaman, ayamasdan gapirgin degan ekanlar. Yo'q degan ekanlar. Shu javobni bergan ekanlar. Inson o'zining ixlos sifatini yo'qotishlik bilan munofiq safiga kiradi. Chunki iymon nima? Iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan va amalun bil arkan. Iymon til bilan iqror bo'lish, qalb bilan e'tiqod qilish va islomning rukunlariga amal qilish. Uchovi. Munofiqda til bilan iqror bo'lish topiladi va rukunlarga amal qilish topiladi. Biz qatorimizda yurib namoz o'qiradi. Hattoki shu josuslik qilib maosh olib farzand tarbiyalayotgan josus ham safida namoz o'qib yuraveradi. Tilida la ilaha illalloh deydi. Agar til bilan bo'lgan amalga va zohirda ko'ringan amaldagi bilan mukofot barobar bo'ladigan bo'lsa, eng katta munofiq bilan eng katta ixlosli odamning mukofoti barobar bo'lgan bo'ladi. Demak, shu ixlos sifati topilmaganligi uchun o'rtadagi i'tiqodun bil janan, qalb bilan bo'lgan e'tiqod topilmaganligi uchun u do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, agar bir shu ixlos sifatini paydo qilishlikka harakat qilmas ekanmiz, bizning amalimiz hammasi habata bo'ladi. Oyat kalimaning ma'nosi vallohu alam shuki va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa. Biz faqat tilimiz bilan iqror bo'lishga ma'mur bo'lmaganmiz. Yo'inki zohirda bir amal qilib qo'yishlikka ma'mur bo'lmaganmiz. Dinni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xolis qilib, ixlos sifati bilan amal qilishlikka biz ma'mur bo'lganmiz. Agar bu sifatni vujudga keltirmasak, Alloh subhanahu va taoloning oldiga borib talab qiladigan mukofoti yo'q bizga birodarlar. Nimaga? Odamlar uchun bo'lsa, odamlar seni maqtagan deydi. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda amaliy yo'ngi boshqaga o'zingizni xaridoringiz nihoyatda ko'payib ketayotgan vaqtda o'zingizni bir tekshirib ko'ring. Xaridoringiz yo'qolib borayotganda, alhamdulillahki, shu vaqtda menga ham ixlos sifati nasib bo'lyapti deb e'tiqod